Bu futbol tarixidagi eng omadsiz to'plardan biri edi. 2010-yil Janubiy Afrikada bo'lib o'tgan Jahon chempionatida mutlaqo silliq to'p taqdim etildi. Odatda to'p yuzasi biroz g'adir-budir bo'ladi. Shunda unga aylanish berish osonroq. Lekin bu safar deyarli umuman ilashish yo'q edi. Natijada deyarli har bir zarba kutilmagan yo'nalishda uchib ketardi. Futbolchilar istalgan masofadan zarba bera boshlashdi. Darvozabonlar esa ojizdek ko'rinardi. Keyinchalik vaziyat yanada g'alati tus oldi. Ba'zilar to'pni hatto geli bilan to'ldirishgan. U juda yengil bo'lib qolardi. Xuddi plyaj to'pidek uchardi. Harakati tartibsiz bo'lib, uni qaytarish deyarli imkonsiz edi. Oldin esa aksincha edi. Futbolchilar juda og'ir, charm to'plar bilan o'ynashardi. Yomg'irda ular suvni shimib olib, hatto 1 kilogrammdan ham og'irroq bo'lib ketardi. Shu sababli bosh bilan zarba berish ko'pincha bosh, miya chayqalishiga olib kelardi va futbolchilar haftalab maydondan chetda qolishardi. Yana bir qiziq holat Messi bilan bog'liq. U hakam qo'ygan belgi chizig'ini e'tiborsiz qoldirib, sezdirmay to'pni darvozaga yaqinroq surdi. Go'yo hammasi joyida turgandek. Hakam buni payqab, o'yinni to'xtatdi va to'pni belgilangan joyga qaytarishni talab qildi. Messi bosh irg'ab rozi bo'ldi. Ammo hakam ortiga o'girilishi bilan u tezda sprey izini qo'li bilan o'chirib, to'pni yana oldinga surdi va jarima zarbasini qulayroq nuqtadan ijro etdi.